Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugun 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2025-yil 3-yanvardagi PK 1-son qarorining mazmun-mohiyatini qisqacha huquqiy tushuntirish berib o'tamiz. Mazkur qarorga asosan 2025-yilda har bir mahallada huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish ustuvor vazifa etib belgilandi. Bunda 2024-yilda jinoyat sodir etilgan har bir mahallada kriminoggen vaziyatni barqarorlashtirish hamda jinoyatlarni barvaqt profilaktika qilishning mahalla kesimida choraklik manzilli chora-tadbirlarni belgilash hamda mahalla, tuman, viloyat darajasi uning ijrosi uchun bevosita mas'ul rahbarlarni biriktirish belgilandi. Shuningdek, mazkur qarorga asosan kriminoggen vaziyat og'ir mahallalarda ilmiy yondashuvlar asosida joylarga chiqqan holda maqsadli o'rganishlar o'tkazish orqali huquqbuzarlikka sabab bo'layotgan asl omillarni aniqlash va barham berish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlarni ko'rib borish belgilandi. Mahallalarda yoshlar, ayollar va ishsizlar tomonidan, shuningdek, oila turmush munosabatlari doirasida sodir etiladigan jinoyatlarning oldini olishda mahalla yettiligi har bir vakilining aniq mas'uliyatini belgilash, ushbu toifadagi huquqbuzarliklarning profilaktikasiga yangicha ish uslublarini tatbiq etish belgilandi. Aholining huquqiy ongi, ijtimoiy faolligi va fuqarolik mas'uliyatini oshirish, jinoyat sodir etishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan ijtimoiy omillarni hal etishga jamoatchilik vakillari, nuroniylar va mahalla faollarini keng jalb etib borish belgilandi. Mahallalar, jamoat joylari va yashash xonadonlarida xavfsiz muhit yaratish, fuqarolar hayoti, sog'ligi va mol-mulkiga har qanday tajovuzlarning oldini olish maqsadida huquqbuzarlik profilaktikasiga zamonaviy raqamli texnologiyalar va texnik vazifalarni joriy etish, mahallalarda jinoyatlarning barvaqt oldini olish bo'yicha har bir mas'ul idora va muassasa tomonidan amalga oshirayotgan chora-tadbirlar natijasi bo'yicha qat'iy so'rov tizimini yo'lga qo'yish masalalari belgilab olindi. Shu bilan birgalikda mazkur qarorga asosan mahallalarda huquqbuzarliklarning barvaqt profilaktika borasida ishlarni kompleks hamda dasturiy va hududiy yo'l xaritalarini ijrosini samarali nazorat qilib borish maqsadida Bosh prokuratura huzurida 2025-yilda doimiy faoliyat yurituvchi Respublika muvofiqlashtiruvchi kengash tuzildi. Mazkur muvofiqlashtirish kengashining asosiy vazifalari etib 2025-yilda mahallalarda huquqbuzarliklarning barvaqt profilaktikasi borasidagi ishlarning natijadorligi, shu jumladan joylarga bevosita chiqqan holda tizimli monitoring qilib borish hamda maqsadli ko'rsatkichlarga erishish ustidan nazoratlikni ta'minlash vazifasi belgilandi. Dastur va yo'l xaritalarida nazarda tutilgan chora-tadbirlarni izchil, sifatli va o'z vaqtida amalga oshirilishini hamda huquq-tartibotning idoraviy ilmiy tashkilot va ta'lim muassasalari tomonidan joylarga chiqqan holda amalga oshirilayotgan holatlarni o'rganish. Bundan tashqari, har oyda kriminoggen vaziyat og'ir va jinoyat sodir etilgan mahallalarda amalga oshirilayotgan ishlarning ahvoli natijadorligi bo'yicha barcha mas'ul idoralar bilan tanqidiy muhokamalar o'tkazishini belgilab borish vazifasi yuklatildi. Bundan tashqari, mazkur qarorga ko'ra, kriminoggen vaziyat og'ir mahallalarda jinoyatchilikning barvaqt oldini olish bo'yicha samarali tizimni yo'lga qo'yish hamda kriminoggen vaziyatni barqarorlashtirish qaratilgan manzilli ishlarni tashkil etish maqsadida barcha tuman sektor rahbarlari, Milliy gvardiya xizmati boshliqlari va ichki ishlar organlari o'rinbosarlari 2025-yilda har bir mahallaga nomma-nom biriktirildi. Bunda asosan viloyatlar markazlari va kriminoggen vaziyati og'ir tuman shahar mahallalarida xizmat olib boruvchi ichki ishlar organlari profilaktika kichik inspektor lavozimlarini kiritish vazifasi mazkur qarorda belgilandi hamda mazkur qarorga asosan kichik profilaktika inspektorlarining vazifalari etib quyidagilar belgilab berildi. Bular mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan fuqarolar, maktab bitiruvchilari hamda talabalar bilan ijtimoiy profilaktika choralari doirasida manzilli ishlarni amalga oshirish, mahallalar hududida sodir etilayotgan ayrim turdagi huquqbuzarliklar bo'yicha belgilangan tartibda bayonnomalar tuzish vazifalari belgilandi. Bundan tashqari, mazkur qarorga asosan ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlar bo'linmalari tarkibida tashkiliy tuzilmalarni tashkil etish vazifalari ham yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, mazkur huquqbuzarlik profilaktika bo'limlari mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan fuqarolar orasida jinoyatchilikning barvaqt oldini olish bo'yicha manzilli ishlarni tashkil etish, mahalla profilaktika inspektorlarining bu boradagi faoliyatini muvofiqlashtirish hamda aniqlangan muammolarni mas'ul idoralar bilan hamkorlikda bartaraf etish choralarini amalga oshiruvchi migratsion profilaktika bo'limlari ham tashkil etilishi belgilab berildi.
Bundan tashqari, mahalla profilaktika inspektorlari tomonidan aniqlangan ma'muriy huquqbuzarliklar uchun ma'muriy qamoqqa olish jazosi qo'llagan shaxslarni maxsus qamoqxonalarga olib borish vazifasini amalga oshiruvchi tuman ma'muriy konvoylar guruhlari tuzilishi mazkur qarorda belgilab berildi. Shu bilan birgalikda ichki ishlar bo'limlarida ma'muriy amaliyot guruhlari faoliyatini yo'lga qo'yish va ular zimmasiga profilaktika inspektorlariga tushgan murojaatlar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atish, rad etish to'g'risidagi qaror qabul qilingan hujjatlarni o'rganib, tarkibida ma'muriy huquqbuzarlik bo'lgan holatlar yuzasidan belgilangan tartibda hujjatlarni rasmiylashtirish va ajratib olish vazifalari belgilandi. Shu bilan birgalikda ayrim hududlarning kirmagan vaziyati og'ir mahallalarda tashkiliy shtat tuzilmasi asosida mahalla huquq-tartibot maskanlarining faoliyatini yo'lga qo'yish hamda 5 tagacha mahallani mikrohududlarga birlashtirish, jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha tezkor tashkiliy harakatlar tizimini joriy etish belgilab berildi. Mahalla huquq-tartibot maskani tashkiliy shtat tuzilmasiga qoida tariqasida mikrohududga xizmat ko'rsatuvchi profilaktika inspektori, xotin-qizlar masalalari bo'yicha probatsiya, yo'l harakati xavfsizligi, post patrul xizmati inspektorlari hamda tezkor qidiruv xodimlari kiritilib, Milliy gvardiya qo'riqlash bo'limlari tomonidan doimiy ravishda naryad olib borish vazifasi yuklatildi. Bundan tashqari, mazkur qarorga asosan ijtimoiy profilaktika tizimini joyida hal etish, muvofiqlashtirish va nazorat qilish borish maqsadida ichki ishlar organlarining profilaktika bosh inspektor lavozimlari joriy etildi hamda ularning zimmasiga mahallada huquq-tartibot faoliyatini maskaniga rahbarlik qilish vazifasi yuklatildi. Bundan tashqari, ijtimoiy profilaktika masalasi bo'yicha tizimli ishlarni samarali amalga oshirish maqsadida yengil tan jarohati yetkazish, mayda bezorilik, oilaviy, maishiy zo'ravonlik, giyohvand vositalar va alohida toifada kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoyat ishlar, ma'muriy huquqbuzarlik ishlar bo'yicha ma'muriy axborot tizimini ro'yxatdan o'tgan holda shu vaqtning o'zida jabrlanuvchilarga nisbatan avtomatik tarzda ijtimoiy profilaktika tizimida profilaktika tadbirlarini amalga oshirish bo'yicha xulosalar shakllantirish vazifalari yuklatilib berildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.